Xo'p, va nihoyat oxirgi bo'limimiz, ya'ni 6-bo'lim Konstitutsiyaga o'zgartirish kirish tartibi hisoblanadi. Va bu bo'lim o'ziga ichiga 2 moddani o'z ichiga oladi. 154 va oxirgi 155-moddalar. Xo'p, Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi o'zida deganda o'zi nimani tushunamiz? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishda takliflar beriladi va bu Oliy Majlisga beriladi. Va shu Oliy Majlisga berilgan takliflar, qo'shimchalar berilgandan so'ng deputatlar va senatlarning umumiy ovozlarini 3 dan 2 qismi rozi bo'lsagina qabul qilinadi. Bu aynan qabul qilish tartiblari aynan bir belgilangan moddalarda aytib o'tilgan, ya'ni qonunlarda, referendum to'g'risidagi qonunlarda va boshqa qonunlarda. Xo'p, keyingi moddamiz 155-modda, ya'ni oxirgi modda. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisiga kiritilgan takliflar 6 oy mobaynida o'ylab chiqilishi, muzokara qilinishi va muhokama qilinishi mumkin va oxirida qaror qabul qilish mumkin, to'g'rirog'i qonun qabul qilishi mumkin. Agarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi bu takliflarni rad etsa, aynan shunday takliflarni yana 1 yildan so'ng kiritish mumkin. Va shu bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyamizning tushuntirishlarimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.